Manzara ortida hozir mana 12-yil. Undan oldin 10 yil jasliq 71-koloniyada o'tdim. 2007-yildan 17-yilgacha. Hozir mana 10 yil 6 oyga kesilganman. O'tmish qo'ymas ekan, nima qilar ekan. Yana shu joylarga kelib qoldim. O'tmishda endi ko'chani hayotini havas qilib yashaganmiz. Keyinchalik bildik, havas qiladigan narsa emasligi, nimaga ko'p narsa yo'qotdik. Jigarlarimizni, oilamizni, misol bolalarimizni yoshligini yo'qotdik. Kerakli bo'lgan paytda oilamizni oldida bo'la olmadik. O'zimiz sababchi bo'lib shunaqa joylarga kelib qoldik. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Qani endi hozir biz ham ko'chada bo'lib qolsa, biz ham shu qo'limizdan kelgancha davlatimizga nimaiki shu davlatimizda bizlarni ham farzandlar, nevaralarimiz o'syapti, qarindosh urug' jigarlarimiz hammamiz. Shularni oldida bo'lsa, shu davlatimizga foydamiz tegsa, zararimiz tegmasin degan. Endi yoshlarga nima deyman? Yoshlarga aytaman, men to'g'ri yo'lda yurishini, mana sharoit, prezidentimiz sharoit yaratib beryaptilar. Tadbirkorlik qilib, o'qishlarda mana o'qib, meni ham farzandlarim o'qishadi hammasi, Xudoga shukr. Yoshlarga shu faqat shu nima gap? Qonun ustuvorligini, qonunni hurmat qilishni, afsusdaligimni, pushaymonligimni o'zimdan, oilamdan sezaman bu narsani. Oilam ham qiynalib ketdi. Hozir 60 ga chiqyapman.